Ushbu ukamiz 2 martalar sho'tkalab turib, keyin kesayotgan narsadan eng qizig'i mana shunaqa 4 sotiga ekib bersalar, yiliga 200 million so'm sof foyda ko'rsalar ham bo'lar ekan. Bu nima desalar, ya'ni do'stlar, yer ostida boylik bo'ladi. Kavrayda ham ko'chati ham bor, ham urug'i bor. Eng qizig'i bu narsani olib turib, ya'ni hindistonliklar olib dori qilib ishlab chiqaryapti. Endi o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarishyapti. Obid aka, o'zi bu nimaga foydasi bor bularimiz? Bu kavrak yelimidan tayyorlangan dorilarni ishlab chiqaryapmiz. Bu asosan hozir butun O'zbekiston bo'yicha suyak yemirilish juda ham katta muammo bo'ldi. O'shaning uchun biz kavrak yelimidan kapsula ishlab chiqaryapmiz. Bu asosan suyak yemirilishi, artrit, polartrit, gemoroylargacha foydasi bor. Buni keyin eng yaxshi tarafi bu jelatin, cho'chqa yog'i aralashmagan o'simlik yog'idan hozir o'simlikdan ishlab chiqarilgan. Buni juda ham shariatga to'g'ri keladigan qilib ishlab chiqardik biz. Buni butun O'zbekiston bo'yicha 300 ming so'mdan eshigini tagigacha har bir fuqaroning uyiga yetkazib beryapmiz. Agar foyda qilmasa, pulini qaytarib beryapmiz. Pulini 100% qaytarib beramiz. 100% Kimgadir qiziq bo'lsa, biz Qashqadaryo Dehqonobodda Obid akam uyida turibmiz. Kimdir ushbu biznesda boshlab turib pul qilmoqchi bo'lsa yoki buni sog'lig'im uchun olmoqchiman desalar, akamizni nomerlarini pastda qoldirdik.